kechasi bilan uxlaganim yo'q. Ishonsangiz, kechasi bilan uxlaganim yo'q. Kiraman, bu doktorga bilan dermatologni birontasi qolgani yo'q Samarqandga. Bitta o'g'il dedim, shunaqa bo'lsa ertaga kelin olib kelsan nima bo'ladi deb. Cheras shunga bo'ldim men. Vobshe isham ko'zimga ish ko'ringani ham yo'q. Tushunabsizmi siz? Bu bitta o'g'il. Bitta o'g'il bu. Sizni merosxo'ringiz. Meni merosxo'rim. Sizda psoriaz kasalligi paydo bo'ldi? Nimadan keyin paydo bo'ldi? 1 yil bo'lyapti, avariyadan keyin. Kuchli stress bo'ldi. Shuni olib keldi, bir 15 kun 20 kundan o'sha badanlaridan shular tushib ketdi-da, oq narsalar. To'kilishni boshladi. Ha, to'kishni boshladi. Mana bularning o'rinlarida hammasi yaralar bo'lgan. Ana shuni hammasi yara. Mana shu yara, ana shularning yara. Hammasi yara bo'lgan. Qo'lida shunaqa toshmalar edi. Ana shu usti xuddi krokodilga o'xshab keladi. Rasm bor-ku sizga shular. Ha, eski holatini rasmi Eski bor. holati mana hozir yangi holatini bitta qo'yib, duboyiga ko'rsatsangiz bo'ladi. Qanday? Zo'rmi? Bormi? Malades. Assalomu alaykum, hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar, guruhimiz a'zolari, sog' salomatmisizlar? Bugun mana yana bir navbatdagi natija uchun sizlar bilan o'rtoqlashish maqsadida O'zbekiston Respublikasining boshqa viloyatlariga, vodiydan tashqari viloyatlarga ham safar uyushtirishni boshlaganmiz. Birinchi safarimiz Samarqand viloyatida. O'z shaxslarini sir saqlashni istagan ayrim shaxsiy sabablar tufayli sir saqlashni istagan samarqandlik azizlarimizni huzurlarida mehmondamiz hozir. Bular hozir o'zlari psoriaz kasalligi sababli boshlariga tushgan holatni va bizning mahsulotimizni olgandan keyingi rezultatlarni kadr ortida o'rtoqlashishadi. To'g'ri tushunasizlar, ayrim sabablarga ko'ra ular o'zlarini, yuzlarini va ismlarini yashirishni xohlashdi. Bu ularning xohishlari, lekin bu yerdagi gaplar jonli va samimiy. Yigitimizning yoshlari 17 yoshda. Xo'p, demak, bir boshdan boshlaymiz. Xo'p, sizda psoriaz kasalligi paydo bo'ldi. Qachon paydo bo'ldi? Nimadan keyin paydo bo'ldi? 1 yil bo'lyapti, avariyadan keyin. Avariyadan keyin. Mashin kelib urilgan, shundan keyin shunaqa chiqib ketganimiz. Kuchli stress bo'ldi ya'ni. Ya'ni boshingizdan kuchli stress o'tkazdingiz. Ya'ni tibbiyot muassasasida davolandingiz. Chiqqaningizdan keyin qarasangiz, psoriaz toshmalari bor. Ko'payishni boshladi. Ko'payishni boshladi asosan. Qaysi hududlarda chiqdi? Birinchi orqamdan chiqib boshladi-da. Orqa hududdan. Ya'ni ikkita kurak o'rtasidan chiqishni boshladi. Keyinchi? Keyin asosan qo'llarimga chiqib ketdi. Buni psoriazligini qayerdan bildingiz? Psoriazni doktorlarga bordik o'zi. Kojini shunaqa chiqardi-da. Qanaqa belgilar bilan namoyon bo'ldi psoriaz? Qichish. Keyin nima issiqqa shunaqa ko'payib ketish. Issiqqa ko'payib ketdi. Tushunarli. Demak, bu holat men hozir suhbatdan oldin, siz bilan boshlanadigan suhbatimizdan oldin bilishimcha, sizni oilangizdagi boshqa shaxsda ham bo'lgan. Ya'ni opangizda psoriaz kasalligi. Demak, bitta oilada naslda bor bu narsa. To'g'rimi? U kishida ham psoriaz bor edi, u nimadan keyin paydo bo'lgan, bilasizmi? Bilmayman. Uni bilmaysiz. Tushunarli. Keyin nima bo'ldi? Qanaqa lecheniya choralarini ko'rdingiz? Keyin Toshkentga bordik, Shahrisabzga bordik. Toshkentga qayerga bordingiz? Respublika dermatologiya markaziga bordingiz. Xo'p. Kim dorilar berdi, uni yedim. Bo'lmadi, keyin nimadan Qarishga o'tib ketishga Shahrisabz shahriga bordik. Shu yerlarga bordik. Keyin shu Samarqand direktor nimalarga bordik, yaxshi nimalarga. Dorilar berishyapti, lecheniya qilyapsiz, tartib bilan, intizom bilan. O'z tartibli yigitga o'xshaysiz. Lekin foyda bermayapti, shunaqa? Yo'q. Bizni Dermalife kompleks mahsuloti haqida qanday eshitib qoldingiz va qanday qilib murojaat qildingiz bizga? Buni bir kun oldin dadam keldilar, boshqa davlatdan dadam keldilar. Xorijdan keldilar. Ha, xorijdan Siz keldilar. xorijda bo'lgansiz. Ha. Keyin opam gaplashib o'tirgandiku, bir narsa bor dedilar, tashladilar sizning videongizni Instagramdan. Keyin kirib ayam zakaz berdilar. Bundan oldin bu narxiga emas, bundan oldin ko'p xarajat qilganda bizlar bu narsa uchun ko'p xarajat qilgan. Ayam xo'p dedilar, keyin zakaz qildilar. Hech narsa emas-ku dedilar, zakaz qildilar. Keyin olib keldi, so'rdi. Ko'p emas, 1 oy. Necha kurs oldinglar boshlanish? Bir kursdan oldinglar. Birinchi kursdan O'sha birinchi kursdan o'sha ma'lum nima bo'lib berdi? Rezultat berdi. Rezultat o'sha shu ustidagi nimalar tushib ketdi-da, ustida xuddi krokodilga o'xshagan narsalar chiqqan ekan. Men keldim, bundan qo'rqib ketdim men o'zim. Qo'rqib ketdingiz. Qo'rqib ketdim, cheras shurman dedim, bitta o'g'il dedim, shunaqa bo'lsa ertaga kelin olib kelsan nima bo'ladi deb. Cheras shurma bo'ldim men.
Vobshe ish ham ko'zimga ish ko'ringani ham yo'q. Tushunyapsizmi siz? Bu bitta o'g'il. Bitta o'g'il bu mana. Sizni merosxo'ringiz. Meni merosxo'rim bu. Shunaqa bo'ldimki, men kechasi bilan uxlaganim yo'q. Ishonsangiz, kechasi bilan uxlaganim yo'q. Kiraman bu doktorga bilan dermatologning birontasi qolgani yo'q Samarqandga. Samarqandga. Shuni olib keldi, bir 15 kun 20 kundan o'sha badanlaridan shular tushib ketdi-da, oq narsa. To'kilishni boshladi. Ha, to'kishni boshladi. Birinchi qip-qizil bo'lib qoldi, keyin asosda o'zi Mana to'g'ri, qoracha bo'lgan. Hozir hammasi tushib ketgan. Endi ikkita qo'lchasiga kam qolgan, ikkita orqasiga. Ha. Qarang, bu mahsulotni oldingiz, 10 kunda rezultat sezishni boshladingiz, to'g'rimi? Keyin bir video tashlagan edingiz menga, video murojaatda siz aytdingizki, mana shu kasalligimga qaysidir tabib, mayli otini aytmaymiz u tabibni. Tabib nima qiling dedi? Hijoma oling dedi. hijoma. Hijomadan keyin nima bo'ldi ahvol? Hijomadan boshqa keyin Hijomadan keyingi holatingiz qanaqa bo'ldi? undan battar Yomonlashdi, to'g'rimi? Demak, har xil bo'lar bo'lmasa odamlarning gapiga quloq solish kerak. quloq solish kerak emas ekan. O'zingiz ko'rdingizmi? Boshlariga bor edi-da, boshlari quloqlarning ichi to'lib ketgan edi. Men aytdimki, bu bolam biror narsa bir chirib, biror narsa bo'ladi deb o'ylagan edim. Ha. Tushunyapsizmi? O'sha ko'ryapman, oq pastelga yotadi, oq pastelga yotadi, ertalab turib bir nima qilsam, xuddi bir sochga nima bir perxiq bo'ladi-ku, shunaqa narsa, shunaqa To'kilib tushadi. to'kilib tushadi. Ismingizni aytmaymiz, kelishganimizdek, yigitchamizdan iltimos qilar edik. Qo'lingizni menga ko'rsatsangiz. Psoriaz yuqumli emas, aziz kuzatuvchilar. Men nima uchun kelyapman? Biz endi odatimiz shunaqa, har bitta bemorni ko'rayotganda o'zimizdagi infeksiyalar, tashqaridan kelyapmiz biz. O'zimizdagi infeksiyalar bolaga o'tmasligi uchun kelyapmiz. Bu yuqumli bo'lganligi uchun emas. Psoriaz yuqmaydi. Shuni ogohlantirib qo'yaman. Ko'ngilingizga olmang, biz odatimiz shunaqa. Demak, qarang, mana bularning o'rinlarida hammasi yaralar bo'lgan. Ana shuni hammasi yara. Mana shu yara, ana shularning yarasi. Hammasi yara bo'lgan. Dog'lar. Endi hozir mana bu yerda melanin sintezi ishga tushgan, tana o'zini o'zi tiklashni boshlayapti. Bu nima degani? Asta-sekinlik bilan organizm o'zini o'zi tiklab, melanin hujayralari tiklangandan keyin mana bu dog'lar ham xudo xolasa ketadi. Endi mana bu yerdagi holat ozgina nima uchun mana bu yerdan ketish qiyin? Aka tushuntiraman sizga ham. Otasi sifatida tushunib oling. Bu tanamizdagi eng ko'p yog'lar uchraydigan hudud. Ya'ni to'planmalar, yog' to'planmalari bor. Bular bosh terisidagi holatlar ketish qiyinroq bo'lgan jarayonlar. Ularni ketkizish qiyinroq. Mana bu ketadi. Faqat sabr, tartib, intizom inshaalloh. Demak, bu qo'lingizni ham ko'rsatasizmi? Mayli, orqalarini ochib ko'rsatmaymiz. Ikkinchi qo'llarni ham ko'ramiz. Hozir bitta ko'rikdan o'tkazamiz. Ikkinchi qo'lda ham qani? Mana, ko'rasizlar? Mana bular psoriazning o'rinlari bular. Hammasi psoriaz toshmalarining o'rni, to'g'rimi? Adashmayapman mana? Psoriaz toshmalarining o'rinlari. Mana alhamdulillah hozir holat yaxshi. Mana bu yerda ham ozgina tirsak sohasida bor. Endi bu sizga kamerada ko'rinmaydi. Tirsak sohasida bor. Endi yaqinroq kelasiz menga. Yuzlarini ko'rsatmaymiz, buni anonim qilamiz. Bu yerda bormidi? Quloq sohasida bor edi. Qo'limiz bilan to'samiz yuzlarini. Bosh terisini tagida ham bor edi. Hozir yo'q. Hozir yaxshi. Sochda qazg'oq yo'q, top-toza hamma yo'q, to'g'rimi? Demak, mahsulotni oldingiz, ishlatishni boshladingiz. Ishlatishni boshlagandan keyin qaysi ko'rsatmalarga amal qildingiz? Ya'ni nima qildingiz? Parhez qildingizmi? Asabiylashmadingizmi? Nima bo'ldi? Hech narsa qilganim. Hech narsa qilganingiz yo'q. Faqat oldingiz ichishni boshladingiz, to'g'rimi? Kremni surtdi. Alkogollarni ham kamroq qildi. Ha. Parhezga qaradi. Parhezga qaradi, salgina parhezga qaradi. Endi ertalab turib, ertalabdan suv ichardim. Faqat suv bir bakalashkaga 10 litrlik suv bor-ku, shundan o'qib ertalab turib shuni ichadi. Yana unda aytdimki, salgina Besam tashiysiz. besam tayyor dedim, yaxshi bo'lib ketasan dedim. Shundan yo'q, yomon emas, rezultati shu. Menga o'g'il bolacha gapi gapiring. Men dadingiz o'g'illarni. Energetik ichyapsizmi? Yashang. Ani nimaga ketmayapti, bilasizmi? Energetik zapretligini bilasizmi? 18+, Flash, yana nima? Red Bull, shunga o'xshagan narsalar zapretligini bilasizmi sizga? Uni ketkizish qiyinligini bilasizmi? Agar bularni ichadigan bo'lsangiz, ketishi murakkablashishini bilasizmi jarayonni? Mana holatingiz guldek hozir. Endi nimaga uni tirsakdek ketmayapti, bilasizmi?
Ketdi boshqatdanmi? Boshqatdan boshlab Hozircha nimaga? qilmaganim uchun. Nima uchun? Energetik ichibamiz. Mana o'g'il bolacha gapiryapsiz. O'g'il bolasiz, ikkita erkak gaplashyapmiz. Siz aytyapsiz, energetik ichyapman. Ha, haqiqat. Demak, nima qilish kerak? Kamaytirish kerak. Kamaytirish kerak emas, to'xtatish kerak energetik. Energetik taurin, kofein moddalari teri kasalliklarida mutlaqo tavsiya qilinmaydi. Juda ko'p insonlar kofein, taurin vositalari natijasida turli xil yurak qon tomir kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari, hatto saratongacha olib boradi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak bunaqa narsalar. Hali siz yoshsiz, hayotingiz oldinda. Bunaqa narsalarga berilib, hayotni izdan chiqarish kerak emas. Opangizdagi holat haqida gaplashamiz endi. Opangizlardagi holat qanaqa? U kishi ham lecheniya qilishni boshladilar. Ularda qanaqa holat? Opamni o'zi buncha ko'p emas, to'rtta badanlariga boradi. Kaplevidniy, tomchisimon. Tomchisimon. Bu bitta lecheniya qilsalar ketardi-yu, endi yana chiqardi-da. Hozir polni ketgan qo'llardan. Yo'q hozir. Yo'q. Bir oy ham hali olgan, bir kursdan olgani yo'q hali. Yarim bilan o'zi Shu sizlarga zakaz qilib bitta olib keldik-ku. Ha, keyingi partiyada. Ha. Yaxshi. Demak, qarang. Ismingizni ayta olmaganim uchun murojaat qilishga qiynalyapman. Ukam deb gapiraman, ukam. Bitta narsani to'g'ri tushuning. Bizlar Toshkentliklarning bitta yomon odatimiz bor. Balki yomon odatdir. Kuzatuvchilar o'zliksa aytishadi. Yaqin olgan odamimizni sansirab gapiramiz. Sen mendan 10 yosh kichkina ekansan. Senga 10 yosh emas, 20 yosh kichkina ekansan mendan. Men 37 ga qarab ketyapti yoshim. Sen 17 yoshsan. Ukam, senga bitta narsani aytib qo'y. Agarda parhez choralariga rioya qilmas ekansan, seni mana bu narsa tuzatmaydi. Agar psixoemotsional holatga e'tibor bermas ekansan, asabiylik, stress, vaqtida uxlamaslik degan narsalar bor. Mana internetga kiramiz, titamiz, internetda o'tirib qolamiz, uxlamaymiz vaqtida. Uxlamaslik degan narsalar bor. Natijada nima bo'ladi? Uyqusizlik ham organizmni to'liq stressdan o'tkazadi. Natijada mana bu kasallikni qaytalanishi yoki bo'lmasam tuzalishini kechikishiga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Sog'lom turmush tarzini kechirish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak, bo'lar bo'lmasga asabiylashmaslik kerak. Ko'rsatmalarimizga jiddiy rioya qilish kerak va mana bu mahsulotni oxirigacha akkurat lecheniya qilish kerak. Qachon uylantirmoqchisiz buni? Buni mana 1-2 yilda o'sha nima qilamiz, uylantiramiz buni. Xudo xohlasa to'yga Xudo ketamiz. xohlasa Inshaalloh. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Rejalar qanaqa o'zi? Mana hozir bitta savol beray, shu o'rinda balki qiziq bo'lar ko'pchiligi. Uyalganmisiz psoriazdan? Mana oshna og'aynilar bilan sizni yoshingizdagi bolalar basseynga boradi, sport zaliga boradi yoki qanaqadir bir musobaqalarda qatnashadi, boshqa bo'ladi. Borgansiz, uyalganmisiz shunaqa? Endi shunaqa bolalar bor, endi joylar, ularga farqi yo'q, ular hazar qilmaydi-da. Farqi yo'q, ketdik desa ketaveradi, farqi yo'q. Baribir shunaqa odamlar bor, endi oldiga o'tirishga uyalasiz. Yomon o'zi qarashdan o'zi ma'lum bo'ladi. Ma'lum bo'ladi. Mana qo'llarimga chiqib ketganimda, shu birovning oldiga ovqat yeyish shunaqada salgin o'ziga. Shu narsani ham eslatib o'tamiz. Psoriaz kasalligi yuqumli emasligi haqida men yana qaytarib aytyapman va aholida tibbiy madaniyat o'ssa psoriazni yuqumli emasligi va bunday insonlar hech qachon sizga psoriazni yuqtirmasligi haqida ham ko'p ma'lumot berib boryapmiz. Shuni to'g'ri tushunishinglarni so'rardik. Jon kuzatuvchilar, iltimos sizlardan psoriaz kasalligiga uchragan odamlarni o'zingizdan itarmanglar. Psoriaz kasalligi yuqmaydi. Mana o'zingizlar eshitib turibsizlar. Biror bir joyga borib, hattoki o'tirib ovqatlanishga xijolat bo'lar edim. Sababi qo'limdagi holatni ko'rib, birorta odam sirasi boshqacha qarashni boshlardi degan holatda gapiryapti. Demak, buning mana belgisi odamlarni psoriaz kabi yoki ixtiyoz kabi yoki vitiligo kasalligi kabi o'zidan boshqacha bo'lgan insonlarga nisbatan noto'g'ri qarashlar, ya'ni tibbiy madaniyatning yo'qligini belgisi. Tibbiy madaniyat oshsa, odamlar to'g'ri tushunishni boshlasa, hammasi o'z joyiga keladi asta-sekinlik bilan. Asosiysi hozir alhamdulillah holat yaxshi, rezultat zo'r. Rezultat zo'r, holat yaxshi, ijobiy tomonga o'zgargan. Hozir endi basseynga bemalol bora olasiz. O'rtoqlaringiz bilan keta olasiz. Qo'lingizda hech qanaqa toshma yo'q. O'zingizni sog'lom his qilyapsiz. Otangizning ko'nglari xotirjam alhamdulillah. Oyingizlarning ko'nglari xotirjam. Oyingizlar bilan ko'p gaplashaman. Oyingizlar ham ko'ngillari ancha xotirjam bo'lgan. Bu katta yutug'imiz bizning. Shu o'rinda mana shu Dermalife kompleks mahsulotini psoriazga qarshi ishlatmoqchi bo'layotgan kuzatuvchilarga nima degan bo'lar edingiz? Buni ichib ko'rsinlar, o'zlari biladilar davosini. Nima deyman?
ichib ko'rsinlar. Ha. Odamlar aytadi-da, "Ha, pulga gapirtirgansan buni." Ha, pul bergan. Xohlasalar mana nima bo'lsa agar mana hozir ko'ylagini ham shunday ko'tarib, orqalarini ham ko'rsatsa bo'ladi buni. Aytaman, orqalari cho'kib ketganida aka shunday adelni yotadi-ku uyga. Shunday kirsam agar tursuqcha bilan yotadi, bunday qilib yotgan paytiga shunday kiraman, u yerdan men o'sha tamom bo'lib chiqardim. Shunaqa edi-da. Katta toshmalar. Aytaman, mana shunda edi. Shuni olqin, shuni ol. Shu ko'ylakni o'zini ko'taraylik. Hovlida shunaqa toshmalar edi. Ana shu usti xuddi krokodilga o'xshab keladi. Rasm bor-ku sizga shular. Ha, eski holatini rasmi Eski bor. holati mana hozir yangi holatini bitta qo'yib, logoyiga ko'rsatsangiz bo'ladi. Qanday? Zo'rmi? Bormi? Malades. Nimalarga qolganda o'zi? Endi dog'lari bilan sekin-sekin ketadi. Teri o'zini melanin hujayralarini tiklab, asta-sekinlik bilan bu holatni tiklab oladi. Holat yaxshi tomonga o'zgaradi. Alhamdulillah, asosiysi yaralar ketdi. Yaralar ketdi. Ha, asosiysi yaralar ketdi. Endi bu yog'iga endi Kamoliddin aka qaytalanmasligi uchun nima qilish kerak degan savol bor. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda energetik ichimliklar, spirtli ichimliklar, sigaret, nos, tushundingizmi mana? Parhez choralari jiddiy qaraladi. Stressga berilmaysiz. Depressiyaga tushmaysiz. Qo'rquv, hayajondan ehtiyot bo'lasiz. Va mashina yo'lidan o'tayotganda ehtiyot bo'lasiz. Tushunarlimi? Xudo xolasa, asosiysi mana shu narsa. Biz hamma kuzatuvchilarimizga aytamiz, aziz kuzatuvchilar. Biror manfaat uchun hech kim o'zini farzandini olib chiqib, mana bunaqa bolamda shunaqa kasal bor deb gapirmaydi. Hech qachon. Vijdonan aytinglar va vijdonan o'ylab ko'ringlar. Siz qaysi tur manfaat evaziga gapirgan bo'larmidingiz? Bu odam Samarqandga kirib kelishim bilan meni qo'ymayaptilar qaytdan. Yo, men joy gaplashib qo'yganman. O'tiramiz, gaplashamiz, oshlashamiz men bitta masanga osh etib qo'yganman. Bu odam kerak bo'lsa bizga o'tkazib qo'yadigan joyi bor. Lekin bu odam shunchaki yuzlarini ko'rsatmasdan o'zlarining samimiy fikr mulohazalarini o'rtoqlashish uchun bizni chaqirdilar. Shunday. Qabul qildilar, vaqt ajratishdi, alhamdulillah. Samarqand xalqiga shu akamizni nomlaridan, bularning litsolarida butun Samarqand xalqiga minnatdorchilik bildiramiz. Samarqand sayqali ro'yi zamin asti bekor etmay, to'g'ri aytdimmi? Ha, shunaqa. Bekorga emas. Haqiqatdan ham sayqali ro'yi zamin ast, sababi go'zal shahar. Insonlari ham go'zal, samimiy, chapana odamlar. Bizga vaqt ajratganinglar uchun, biz bilan gaplashganinglar uchun, o'rtoqlashganinglar uchun kattakon rahmat. Hech qachon siqilmang. Bu o'tkinchi holat, o'tib ketadi. Men aytgan ko'rsatmalarga rioya qilasiz. Men Telegramim oyizlarda bor. Istagan paytingiz sirlashadigan joyi bo'lsa, dadangizga oyizga aytmayman. O'zim bilan sirlashingiz kelsa, Telegramdan Kamoliddin aka, "Aka, menda bunaqa holat bor." Nima qilsam bo'ladi? Biroz, haq sirasi. Yozasiz, ikkalamiz gaplashamiz. Dadangizga, oyizga aytish yo'q, o'g'il bolaga. Kelishdikmi? U yerga o'rtaga hech kim bo'lmaydi. Hech kim bo'lmaydi. Ikkalamiz faqat. Kelishdik a? Salomat bo'lasizlar aziz kuzatuvchilar. Rahmat. Sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting. Biz O'zbekistonning boshqa viloyatlari bo'ylab safar qilyapmiz. Vodiy bo'ylab safarlarimizni ko'rdinglar o'zinglar. Endi respublikaning boshqa hududlariga ham chiqqanmiz. Xudo xohlasa, mana bunaqa videolar ostida sizlarga motivatsion ruhdagi videolar tayyorlashda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.